turbo tezlikda boyib ketishning sirlari Mahallamiz bu. yangi do'kon ochilibdimi? Supermarket. Qulluq bo'lsin, super gipermarketda. Kerak qo'shni. Acha, Ramazon oyida kasallar yengillab borib, tirikchilik o'tmayotgandi, bozor ochib qo'ydingizgina. Обороtingiz katta, uyda xarajatlar sotyapsizmi deyman? Ha, yo, tirikchilik ayb yo'q endi pensamdan 3-4 so'm otib qo'ydim. Bu mahallaga yo'lni bo'yiga ochyapsiz, birinchi xaridorga skidga qilmaysizmi? Borda, mana 1 kilo olma olsang, bitta piyoz qo'shib beraman. Ha, mayli, tabib zo'r qilsiz ochib qo'yib. Mahalladan savdo qiladigan bo'libsiz-da. Pul o'zimizda qolsin-a? Ha, tuxumingizni oldim. Menga yozib qo'yasiz, ertaga beraman. Rahmat. To'xtachi. Buda mazin yo'q o'xshyapti. Kechi tomiring bo'shab ko'rib qo'yachi. Xo'p. Bu uyda xarajat qolmabdi-ku, ha? Nima deyapsiz? Uzr, o'zimni qo'lim ushlabman. Davleniyam ko'tarilib qolibdi. Davlen ham yaxshi. Hop, ko'rib bo'lib pul so'raysiz. Bo'pti, ertaga beraman. Tabib tog'a qolmang. Ikkita sut olaman. Ertaga olib beraman pulini. Aliginga qo'shib beraman. Ha, mayli. Bir o'zim. Ha. Aytgancha, mana bo'lmagani ham avvalo hojatxonada bo'lmay qolmasdan bolalardan chiqarib yuboraman. Bugun iftorga makaron qilamiz, chiqarib yuboraman bir tarelka. Ikkita kashka olyapman. Sog' bo'ling. Ha, aytgancha, yozib qo'yish esdan chiqmasin, ha. Birovni haqidan qo'rqaman-da. Tabib do'rtadan ham avvalo shu iftor. Qo'yib qo'y, do'rtani. Mana Arda. yana kim ata nasiyaga narsa olsang, do'koni bekiydi. Bu mahallada o'zi suv sotaman bo'lmay, suv sotgan ham ziyon qiladi odam. Yo'q ata. Achchiqmi? Endi nima achchiq qilyapsiz? Senga shu o'sha pulingizni. Nasiyaga bir marta berib qo'yib, bekting do'koningizni. Do'kon ochish ham oson ish emas ekan. Nasiyachilar to'ydirib yuborar ekan. Iltimos nasiyachilar har bir narsaga olavermanglar. Muhtoj bo'lsa mayli, bo'lmasa kerak deb tugattirgan bir o'tim xullas.